Ko'zingizni yumib, o'zingizni yurtidan ayrilgan sahoba ayolday xiyol qiling. Uyingizdan ayrilib, diningiz va payg'ambaringizga ergishib hijrat qildingiz. Atrofingizdagi har bir narsa sizga yurtingizni seg'indirdi. Vaqtning o'tishiga ergishib, seg'inishingiz kuchaydiki, ammo to'xtab qolmadi. Siz toqatsizlik bilan Ka'bani qayta ko'rish nasib bo'lgan kunni kutasiz. Shundoq kunlarning birida payg'ambarimiz sizga Makkani fath qilganligini aytadi. Bu xabarni anglab qalbingiz xo'shalligidan qiyinqiniga patmay qoladi. Ammo payg'ambarimiz sizdan bu xo'shallikni yushirishingizni talab qiladi. Chunki urush natijada bir hiyladan iborat emasmi? Tuyuqsiz zarba beradigan qo'shin oson mag'lub bo'lmaydi. Rasululloh ko'p qon to'kilmaslikni xohlaydi. Siz osh kuni kechida xiyolingizdagi Makkani tushlaringizda ko'rasiz. Pat yaqinda Makkaning tuproqlariga qadam bossiz. Butlarning oyoq osti qilinib cheqilishiga shohid bo'lasiz. Bilalning Ka'baning ustiga chiqib ovozining boricha Allohu akbar deb to'lab azon o'qishini xiyol qilasiz. Ammo tuyuqsiz yuz bergan bir voqea bu go'zal tushlaringizni vayron qiladi. Payg'ambarimiz eng qobiliyatli bo'lgan Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam va Miqdod ibn Aswad qatorliq 3 sahobani muhim va intayin jiddiy bir ish uchun yeniga chaqirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni Ravza Xaqqa berishga buyurdi. Ular u yerda maktub ko'tarib olgan ayolni tepib, qanchalik badal to'lashidan qat'iy nazar u ayolni darhol qaytarib kelish kerak edi. 3 chavandoz tez suratda yo'lga chiqdi. Ular shu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gapini qilgan heliq ayolni uchirdi. Chunki payg'ambar alayhisalom hargizmo nafs xohishidan so'zlamaydi. Allohning yordami uni qorshab turadi va vahiy uni kuchlantiradi. Ular ayoldan maktubni o'zlariga berishni talab qiladi. Lekin ayol o'zida undaq bir maktubning yo'qligini aytadi. Ular u ayolga sen yo maktubni chiqarsan, bo'lmasa biz seni aqtirib topamiz deydi. Eliq ayol ularning o'zini bo'sh qo'yib etmaydiganligini his qilib, maktubni yushirib qo'ygan o'rimi chechining orasidan ep berdi. Shuning bilan ular maktubni olib payg'ambar alayhisalomning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhisalom maktubni ochqidak bo'lsa, Hatib ibn Abi Baltaning Qurayshlarga yozgan xati turadi. Hatib bu xatidan payg'ambar alayhisalomning Makka fathi uchun tayyorlik qilayotganligini aytgan edi. Bu xabar eng cho'ng bexatarlik yeb uchi va cho'ng bir xiyonat edi. Hatib Makkada qolgan oilasi va tuqqanlarining Qurayshlarning aziyatiga ko'p uchirganligi va bu qilmishi bilan Qurayshlardan ularga bo'lgan aziyatni ozlatishni talab qilmoqchi bo'lganligini aytib, o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Hatibning qalbidagi iymon tog'dek mustahkam bo'lib, qilch tavranmagan edi. Rasululloh Hatibning uzrisini qabul qildi. Ammo Allohning diniga kelganda intayin inchik o'ylaydigan, islomga zid ishlarda qattiq qo'l bo'lgan Umar ibn Xattob, "Ey Rasululloh ruxsat qilgan. Men bu munofiqning bo'ynini chapay" dedi. Rasululloh, "Yo'q Umar. Hatib Badrga qatnashuvchilardan biri. Alloh Badrga qatnashuvchilarga xabar berib, nimani xohlasanglar shuni qilinglar. Haqiqatan men sizlarni kechirib etdim" degan dedi. Bu nima degan go'zal bir vafo. Ey Allohning elchisi, nima degan go'zal vafo. Rasululloh Hatibning bir qatimli xatoligi bilan uning bilan o'tkazgan parlaq o'tmishini unutib qolmadi. Ey hamshiram, sizmi sizga qilingan yaxshiliklarni unutib qolmang. Bir qatim yo'ldoshingiz bilan talash-tartish qilganingizda uning bilan nurg'un qatim birga o'tkazgan ashu go'zal minutlarni unutib qolmang. Uning sizga yaxshilik qilgan vaqtlarini eslang. Sizning qalbingizni shodlikqa to'ldirib, hadiya bergan vaqtlarni eslang. Kasal bo'lib qolganingizda sizga kuyinganlarni eslang. O'zi xohlamasimi sizni xushal qilish uchun mangan yo'llarini eslang. Bir qatim bexillik qilgan bo'lsa-mu siz uchun nurg'un qatim sexiylik qilganlarni eslang. Vaqt yetmaganlik uchun bir qatim oilangizdagilarga hamroh bo'lmagan bo'lsa-mu nurg'un qatim hamroh bo'lganligini eslang. O'ylab boqing. U hozir sizga ochiqlangan bo'lsa-mu boshqa vaqtlarda u sizni kechirib o'tgan. Uning mehr bilan eg'izingizga solgan bir parcha luqmasini, seg'inish bilan sizga aytgan so'zlarini eslang.
Isil zodi kishilar o'tkazgan 1 minutlik go'zal aslamalarni esida saqlaydi. Sizning payg'ambaringiz yaxshilikni unutmaydi. Sizmi uningga ergishib yaxshilik qilishni unutib qolmang. Hozir sizga ochiqlangan akangiz bilan buningdan burun birga yig'lab, birga kulmaganmidingiz? Nimishqa ash go'zal aslimlarni unutib ketasiz? Hozir jidallashib o'tiringlarga so'g'uqchilik tushgan singlingiz qalbingizning bir parchasi emasmidi? Nimishqa o'tkinchi bir jadal sababli yillarning muhabbatini yiqib tashlaysiz? Bir qitim sizga beparvo qarab qolgan, talabingizni rad qilgan o'g'lingiz sizga nurg'un qitim yaxshiliklarni qilmaganmidi? Uning burun qilgan yaxshiliklari uchun bu qitimlik sahavallikini kechirib o'tish bu bir isilzodilik emasmi? Hozir sizning ko'nglingizni og'ritgan qiynanıngiz bir chaqlarda sizga ona bo'lgan emasmidi? Bir chaqlarda o'g'lidan kechib siz tarafda turmaganmidi? Xo'shningizning bu qilgani sizning ko'nglingizga keldi. Ammo u sizni necha qitim xo'sh qilgan emasmi? U sizga ba'zi kunlar tomoq sunmaganmidi? Og'rib qolgan vaqtingizda yo'qlamaganmidi? Siz nimishqa kishilardan hamisha farishtadek bo'lishni kutasiz? Payg'ambaringiz haqiqiy vafodor bir edi. Siz faqat ayol sahobalardek bo'lgan vaqtingizda ondan uningga o'xshash bo'la olasiz. Bir kuni Musaylamatul Kazzobning ikki elchisi payg'ambarimizning yoniga keldi. Payg'ambar alayhisalom ulardan sizlar uning payg'ambar ekanligiga ishonamsizlar deb so'radi. Ular shundoq deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom ularga agar elchilarni o'ltirish bo'lmagan bo'lsa sizlarni albatta o'ltirgan bo'lardim dedi. Payg'ambar alayhisalomning g'azabini yanada uning vafosi besiqtira oldi. Kafir bir elchi o'ltirilishning o'rniga qo'dilinib, hurmatga sazovor bo'lgan yerda musulmon eringiz, musulmon ayolingiz vafo va kuyinishga bakrak loyiq emasmi? Musulmon qarindosh, musulmon urug' tuqqan, musulmon do'st birodar vafo va mehribonlikka eng loyiq emasmi? Quraysh qabilasidagilar payg'ambar alayhisalomga Abu Rifoini elchi sifatida da'vatdi. U Madinaga kelganda islom uning qalbiga singib kirdi. Shuning bilan u payg'ambar alayhisalomga o'zining Madinada qolib qolg'usi borligini aytdi. Payg'ambar alayhisalom uningga "Men ahdiga xiyonat qilmayman" dedi. "Men elchilarni tutib qolmayman. Sen qavmingning qishiga qaytib ketgin" dedi. Siz sahobalardek bo'la olasiz. Va'dangizga hargiz xiloflik qilmang. Siz bir erning izzat obro'yingizni qo'g'dang. Bolalaringiz sizning xotirjamligingiz. Ularga hamroh bo'ling. Siz dadangizning nom sharifi. Uning uchun himoya qiling. Sizni yaxshi ko'rgan, sizni tarbiyalagan erlarning beshini tentaklik yoki o'tkinchi bir his tuyg'u uchun egildirmang. Sizga ishongan kishilarning ishonchisiga loyiq bir bo'ling. Huzayfa ibn Yaman mundoq deydi. Meni Badrga qatnashishdan tovandik ish to'sib qolgan edi. Men dadam Suhayl bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga berish uchun yo'lga chiqqan edik. Biz Quraysh mushriklarga uchrab qoldik. Ular bizdan "Sizlar Muhammadning yoniga mangdinglarmi?" deb so'radi. Biz ularga "Biz uning yoniga mangmadik. Biz Madinaga mangdik" dedik. Ular bizdan Madinaga qaytishimiz va uning bilan urush qilmasligimiz uchun qasam elishdi. Shunda qilib biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib bo'lgan ishlarni aytdik. U "Sizlar qaytib ketinglar. Biz bergan va'damizda turamiz. Alloh bizning yordamchimiz bo'lsin" dedi. Mana bu sizning payg'ambaringiz. U o'zini o'ltirish uchun kelgan kofirlarga bergan va'dasiga muvofiq qildi. Agar siz sahobalardek bo'lish sharifiga erishishni xohlasangiz, va'dangizda turing. Musulmonlarning va'dasiga vafo qilishi to'liq muhim. Siz bergan va'dangizni, sizga qilingan yaxshilikni, yashagan go'zal aslimalaringizni unutib qolmang. Sahobalardek bo'lay desangiz, vafo qiling.